Berlinda ekologiyani himoya qilgan odamlar mukofot olmoqda. Germaniya poytaxtida Berlin Pay nomli yangi loyiha boshlandi. Endi sayyohlar va shahar aholisi tabiat uchun foydali ish qilsa, evaziga turli sovg'alar va bepul xizmatlarga ega bo'lishyapti. Masalan, velosipedda yurish, daraxtlarni sug'orish, daryo va kanallardan chiqindi yig'ish kabi ekologik ishlarda qatnashgan ko'ngillilar bepul ichimliklar, madaniy tadbirlarga bepul chiptalar, qayiq sayrlari va suv sporti imkoniyatlarini qo'lga kiritmoqda. Loyiha 14-maydan 14-iyungacha davom etadi va unda 40 dan ortiq tashkilot qatnashyapti. Umumiy 5000 ga yaqin ekologik faolliklar tashkil etilgan. Masalan, Shprey daryosida chiqindi yig'ganlarga bepul ekologik qayiq sayri beriladi. Ba'zi plyajlarda esa daraxt sug'organ yoki imkoniyati cheklangan insonlarga yordam berganlarga bepul kirish imkoniyati va suv sporti jihozlari ijarasi bepul qilib belgilangan. Berlin hukumati bu loyiha orqali odamlarni sayyoh emas, balki shahar va tabiatni asrashda faol ishtirokchi qilishni maqsad qilgan. Loyiha shiori esa juda oddiy: yaxshilikka yaxshilik. Sizningcha, shunday loyiha O'zbekistonda ham ishlarmidi?